أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد. Bugünkü dersimiz Zeynep binti Cahş radıyallahu ta'ala anha. Şu sahabe vakaliki doğrusu. هذا زيد بن حارثة خديجة هذا زيد بن حارثة بو زيد بن حارثة وقد وهبتكه يا محمد عبدا لك مطيعا إي محمد özleriye bu itaatçan kulunu soğuk kıldım, hediye kıldım dedi. Yani bu Hadice radıyallahu ta'ala anh'ın sözü. Resulullah'a hediye kıldı. Ve vefiyen eminen, vefadar, şenslik, emin bir kul bulaş bilan hadiye kıldı. Aslının kulları olsun bu. İtaatçan, vefadar, amanetlik kulları bulgayda hediye kıldım. Feşekeran Nebiyyül Kerim zevcehu Hadice. Bu soğan tafsirağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşı isil zat ayali Hadice'ye rahmet etti. Ve kabile minha hediyeteha mesruran. Bunun soğutunu kuşallık olan kabul kıldı. Ve aşe Zeydun radiyen bi suhbeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muvaffakan fi hizmeti. Zeyd radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hemrahlıqda özünün köngül razı olan Resulullah'ın hizmetinde tutukluk kazangan halatda yaşadı. Ve ba'da hinin hadara Mekke bir müddetten keyin hin degan bir müddet bir zaman degan bo'ldi. Bazı 6 ay deb taqdi, bir yil deb taqdi. Lekin ma'lum bir müddetim. Bir müddetten keyin Mekke'ge vafd min Bani Haritha yatlubuna shira'a ibnihim Zeydin ve fidyatahu li tahririhi min riqihi. Bir müddetten keyin Mekke'ge Bani Haritha cemaatidan Zeyd ibn Haritha'nınki cemaati bu. Şu aymoqda e'lonsan. Şu cemaatdan tuqqanlar kelib o'zlarining farzandi Zeydni setib olmoqchi bo'ldi yoki uning to'lam berib qulluqda ozod qilmoqchi bo'ldi. Ya'ni qutuldirib olib ketmoqchi bo'ldi deydi. Fafada sakha'un nabiyil arabiy deydi. Shu chaqda mush arabdan chiqqan payg'ambarningki sexiliqi qattiq tutib ketdi. Tishib ketdi degan. Fada degan tashdi. Va qala lahum ularga in ixtarakum fakhuduhu min g'ayri taman. Eğer Zeyd sizlarni tanlab qolsa, tanlash qo'yaylik Zeydni. Sizlarni tanlab qolsa, sizning bo'lsin olib ketinglar. Agar meni tanlab qolsa, men bilan qolsin demaysan. Ha, hozir mahzuf hozir. Walamma ji'a bi Zeydin anamallohu alayhi. Sizningki ji'ami? Ji'a. Zeyd keltirilgan chaqda Alloh taolo unga inom qildi deydi. Alloh taolo ne'mat ato qildi demak. Yani Zeyd roziyallohu anhu islom bilan Alloh taolo ne'mat ato qilgan. Endi hozir Rasulullohning so'zida bulash ne'matini ato qildi demoqchi bo'lishim. Faxtara ar-riqqa ma'an nabiy sallallohu alayhi vasallam ala al-hurriyyati bayna qawmi. Zeyd keltirilgan chaqda Alloh taoloning ne'mati bilan Zeyd o'z qavm jamoatining orasida turishning o'rniga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hamroh bo'lishni tanladi. Wasara ba'da dalika yud'a Zeydan ibn Muhammad. Bundan keyin hamdan Rasulullahning tanlaganidan keyin o'zini tuqqanlar qaytib ketishdi. Rasululloh bilan qolib qoldi bu. Shuningdan keyin Muhammadning o'g'li Zeyd deb chaqirildigan, atildigan bo'ldi. Ta'ziman lahu va takrima. Va buni izzatlagan holatdan Rasululloh mansub qilib, ularning bolasi deb bunda deydigan bo'ldi deydi. Balagal fata ashuddahu wastawa. Bu yigit biroz qur'onga yetdi. Wastawa degan ismi qavl adam bo'ldi demoqchi. فرغب سيده أن يزوجه كريمة من كرائم العرب. شولا onun hocası kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bununla Araplarning isil hanımlardan bir isil hanımını etmemiş oldu. لتكون له في الحياة سندا وظهيرا. Bununla turmuşta, hayatta bir tayançok, emra bulaş için to'ynak qo'ymoqchi bo'ldi dedi. Sanad va zahir degani yo'lanchoq, tayançok degan. ويبالغ النبي في تكريم زيد. أن رسول الله زيدنا إزت لشتن بكلم أشرب إزت لاب قنقل فيتقدم إلى زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب. زيدنا تخم إزت لاب رسول الله özünün hamısı yani Umeyme
bint Abdulmuttalib degan shu hammasininki qizi Zeynab bint Jahshga berib, fayaqtubuha li mawlahu. O'zining azodkardisi Zeydga so'z soldirdi dedi. Nima emas, yaqtuba deganda. Chay suzib qo'ydi. Talab qilib bardi dedilar. Mukafatan lahu va dalilan ala ridahu. Uni mukofotlash va o'zining roziliqini ifodalash uchun shunda izzatlaydi dedi. Bu Zeynab bint Jahsh Rasulullohninki jamoatidan. Ya'ni Abdulmuttalibdan nasaba tutishdi. Abdulmuttalibning qizi Umayma. Ana Rasulullohninki otasi Abdulmuttalibning o'g'li Abdullah. Nolike uning onasi bilan Rasulullohning dadasi bir tuqqan. Zeynab bilan Rasululloh bir navra shu. Ya'ni ana onasi bilan Rasulullohning dadasi bir tuqqan. Fayaqtubuha li mawlahu. O'zining azatkardisi Zeydga so'z soldirib qo'ydi, chay suzib qo'ydi. Mavla degan arab tilida 8 xil ma'nosi bor. Lekin mushada ma'nosi Rasululloh uni azod qilayotgan kishi degan bu. Ya'ni azodgarda deymiz buni. Bu hadisda ko'p chiqdi. Mavla fulan ko'p uchraydigan. Yo'q, shu qanday bir kishi azod qilayotsa bir qulni, shu qul aşı kişininki mevlası olur. Azat gerdisi. Mevlası. Başka kültürler başka bir uzun ilgili bu makulu azat kayısınmışsa onu aşına azat gerdisi deyimiz. Şu bakağılan hürlükle eriştirip koysa Şimdi olmadan kültüre kullanmadan da eski ikisi olmadan da dikkat oldu. Kul bagayda ne oldu? Evvelâ'u liman a'ta. Kim azat kıysa bunun velası. Vela diyen azat gerdilik münasebet. Yani azat kılmıgıcı bilen azat kılmıgıcı oturdukya münasebet. Bunun miras vakizada ahkamlı varmış onda. Tutalları olmasa şunda azat kılmıgıcılar aldılar. Umuman tutandak bir oyunda bir reştemli bu. Çünkü hayat berişilen değil mi? Ölülük berişildi değil mi? Bu kardeş. Daha ki bu Mevla diyen bir kişinin azat kılayotgan kulu. Yani Resulullah öz burun azat kılayotgan azatkardisi Zeydga özünün ammasının kızı Zeynep bint Jahshni talab qilib ba'da yappamoqchi bo'ldim. Mukofatan lahu va dalilan ala rida. Bunda rozi bo'lganligiga bir isbot olsin, rozi bo'lganlikning nishonasi va unga mukofot tariqasida. Yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qulluğa aşında izzetle muamele qildi qulluğa. Rasulullah'ın uylangan sahabe-kiramning shunda izzetle qul shaklida emas, o'zining bir bolalardek bunda muamele qildi. Walakin Abdullah ibn Jahsh yani şu Zeynep radhiyallohu ta'ala anhaning ki aksi deydi mesela. Yani bir tuqini ya'ba bu unmay turibdi. Va ya'naf ya'ba diye unmay turib oldi, rad qildi degan ma'noda. Va ya'nafu degan o'zida cho'ng tutib qabul qilmay turish. Yani men singlimni shu bir qulluq nimasiga kirib qilib aran-aran azat bo'lgan bunda birisi biramdan deb o'zini cho'ng tutib rad qilib turib oldi dedi. Hem yüzevce Zeyd'den. Zeyd'ge sınırsını öpürüşki unumay turuldu. Liyannahu min gayri suraha. Çünkü Zeyd sap erkin kişilerden emasdir. Yani bu kulluk olan bir dağınıp kalganday. Sarih degen, uçuk deyimiz bu. Bu bunda nesibi sap adamın. Şu hadiste zâke sarihul iman deyip bak. Bu aşı imanın sap halisi demek. Yani bu şu nesebi zadı sap isil kişilerden emas bu. Dep bunu tönkürep, özünü çoğun tutup, rad qilib turoldi dedi. Ve tuşarikuhu uhtuhu Zeynep iba'ahu ve anafatahu. Bunun sınırsı, hemşiresi Zeynep mi? Aksilen billah, rad qilish, özünü çoğun tutuşta tenkeş qilib. Çünkü o mu isil xanım, qanda qulluğadan, gazet qulluğadan tegmaya deb unmay turoldi demiş. Donnan binasabihal arabiyyil kerim. Özününki isil Arab nasibiga piqsirlik qilib, xuddi bu nasabdan boshqalar tutuzmayman degandek, bamay turgandek boshqalar. Boshqalar bu nasabdan bahramon bo'lib ketamo deb unimay turgandek. Endi arablarda bu nasab masalasi alohida o'rinni egallaydi hayotida. Shunga bu odatga normal ahvolandi. O'zidan to'rak nasabsiga tegmayman deb turilish normal ahvol. ولكن الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الله ورسوله bir hükümni chiqarib qolsa bir mu'min ya mu'minaga nisbatan
ularning ishlarda bir tanlash yo'q. Tanlab yursa bo'lmaydi. Alloh va Rasuli shuni buyurdimi? Qilish kerak. Yani müşayet hazır müşvaqalikda tushgan demakchi. Shu Rasululloh firman davatsa, bu yo'q baymanimizda turadi. Bu Alloh va Rasuli hazır o'rlashtirgan ish bu. Mu'min bo'lsang, ma'qul ishing kerak. فلا يصح لرجل ولا امرأة اختيار أمر من الأمور يخالف ما قضاه الله ثم بلغه الرسول. Müşayette şunda ko'rsatgan bo'lg'achqa bir erkishning yoki bir ayolning Allah hukm qilgan narsaga, unda Allohning rasuli yetkazgan narsa xilaf qilgan bir ishni tanlashi to'g'ri bo'lmaydi. Sura Ahzab 36-oyatda: "Va ma kana lil mu'minin va la mu'minatin idza qadallohu va rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim va man ya'sillaha va rasulahu faqad dalla dalalan ba'ida." Lagashi Alloh va rasul tanlagan hukm qilgan narsa unumay, boshqa narsa tanlasa nima bo'ldi ekan? Ya'sillaha va rasulahu dalla dalalan ba'ida. Eğer eşma. İdan unda bo'ladi ekan, hal yerda Abdullah razı bo'lish kerak. Val taqda Zeynabu liqada'illah va rasuli. Abdullah mo Alloh va rasulining hukmiga razı bo'lish kerak. Zeynab mo Alloh va rasulining hukmiga bo'ysunish kerak. Val yas'ad bi zawajin yukhallidullohu sha'nahu fi kitabihi karim. Allah Taala aşı ulug' isil kitobida sha'nini mangu qoldirdigan bir to'y bilan baxtli bo'lg'ay. Davomki natijam bo'ldi, to'y qildi. Asha Zaydun va Zeynabu ma'ishata zawjayn hani'ayn bima waffaqahumallohul karim. Allah Taala o ishlarni muvaffaq qilishi bilan baxtsadatda yashadi, baxtsadatli turmush yashadi bular. Bir jup er-xotin bular baxtsadatda yashadi. Va arxa lahuma min hibal saada. Ularga baxtsadatning og'amchisini tashlab bergan bo'g'achqa demakchi. Baxtsadatning og'amchisini tashlab bergan bo'g'achqa shunda baxtsadat yashadi. Va raffaha lahuma fil aish. Alloh taolo ularga hayotni nihoyatda rahat-farog'at qiladi. Va madda min asbabir raha. Bayashat bo'lishning sababini uzun so'zlab berdi. Va ba'dahin bir muddat o'tgandan keyin 1 yilmi 6 oymi shuncha vaqt o'tgandan keyin aradallohu an taqal waqi'a. Bo'g'liq bo'lishini Alloh taolo iroda qildi. Cho'ng voqea yuz berishini Alloh taolo iroda qildi deydi. Sannal shara'i. Nima uchun Alloh taolo iroda qildi? Qonun belgilash uchun. Va idahan li umuriddin, dinning ishlarini texmo izohlab tushuntirish uchun. Va tibyanan lil alamin, butun jahonga ochiqlab berish uchun. Va tashihan li awhamin nas, kishilarning kallasiga xato tushunchalarni to'g'rilab qo'yish uchun. Va hal yaqdumu ala mukhalafati ma'luf al-arab va tahtim aglalihim va nabd khurafatihim illa rajulun malakal iman nafsa. Endi arablarning odatlanginiga zid ish qilishda va ularning kishilarini pachaqlab tashlashga, xurofotlarni cho'rib tashlashga faqatlam iymon butun vujudini egallagan va mala'al haqqu qalbahu, haq qalbiga to'lgan mushna shiddan boshqasi qadam qo'ya olamdi, jur'at qila olamdi. Haq qalbiga to'lgan va khalatatul jur'atu minhu al-asaba wad-dam. Jasorat uning qon va paylirgacha o'rlashib ketgan, sinib ketgan. Wal masami'a wal atraf, og'iz burni masalan butun a'zolar qadar jasorat sinib ketgan. Mushunda bir odam bo'lmasa, boshqasi bunda bir ishga jur'at qila olmaydi. Va taghalghalat ash-shaja'atul khuluqiyyatu fawasalat minhu ila al-lubbi wash-shighab. Axloqiy jihatdan yoki xalqiyya bo'lsa, yaratilish jihatiga shajoatdan, xulqiyya bo'lsa, axloqiy qaysarlik, shajoat, ishkirlik kirib, uning shu aqliga va yuragining ishlari qadar kirib ketganlik. Shajoat, ishkirlik kirib, aqli, dili hammaga kirib ketgan. Bunda bir kishi bo'lsa, jur'at qiladi, boshqadan jur'at qilolmaydi buni. Ya'ni shu arablarning odatida beqilgan bolasini shu bola qilib o'tdim. Nasajat. Qilganki u beqilgan bolasiningki ayol, ya'ni kelini deyli. Bu kelinimi haqiqiy o'zining kelindek bu arablar nikah ololmaydigan
o'gay dadasini nikoh qilinmaydigan bo'lib ketdi. Shu odatni shuni o'zgartirish uchun shunda Rasululloh shunga eng loyiq kishi dedi. Uning boshqasi bu ishga yaramaydi. وهل يسمو بشر إلى تلك المنزلة الكريمة سمو النبي الكريم boshqa bir inson shunda bir odatni pachaqqa tashlaydigan martabaga Rasululloh shunda o'lgandek o'lyapti mumkin emas. Va ba'da hin min ad-dar bir muddat zaman o'tgandan keyin raqtatir rabitatu bayna Zayd va zawjihi Zayd bilan ayoli Zaynabning o'rtasidagi munosabat sal bo'shab qoldi deydi. Raqiq nazik bo'shgan bo'ldi. Jinchikilashtirgandek sutlashdi. وفترت تلك العلاقة التي تجمع بينهما زوجين مؤتلفين. İkisine çıkıştak, ülpetleşken erxottun kılıp jürüp turduğun aşı münasibet boşap kaldı. Fatara diyen boşap. Şunda boşap kalan iken فَيَتَقَدَّمُ زَيْدٌ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ شَاكِيًا. Zeyd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet kılıp bardı. يَسْتَشِيرُهُ فِي طَلَاقِ زَيْنَبْ. Zeynep'ne talak kılıversen kandağda mesele sürüp bardı. فَيَتَجَلَّى عَطْفُ الرَّسُولِ وَنُبْلُهُ. Muş peytte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'inki mehrivallıkı ve isilliki resmi namayan buludu. Kailen ya Zeyd, hâzihi Zeynep. Hi Zeyd, bu Zeynep aş isil desetli kılınmışı. Yesserallahu leke zevaciha ba'da usrin. Allah Teala nurgun kıyınçılıklardan kim Allah Teala senin aşını erişinga müyesser kıldı. Kolaylaştırıp verdi. Alaldan. وسهله بعد امتناع وممكن بمرغان بوغان ممكن قليلاشترك فاده وعسى أن تصلح حالها لك بعد بلكي أمدا ويانا أهوالنا سنة بنيكين يحصلت برا وبدون بلاب قلاسلا دب نسيت قلده فأمسكها عليك شونا فيبامي أمانهم تفتي لكن واتق الله الله دم قوقن لألا تصمها بأنها لا تحسن عشرة الأزواج الله دم قوقب u Zeynep'ninki erlerinin hizmetini yaxshi qilolmaydi, chiqishqa emas deb manda ayibleştin Allohdan qo'rqmas. Tasum degan ayibleşgan. Vasma, ar numus ayibgan. Demak unda ayiblamagan. Yani mening xizmatimni yaxshi qilmadi, bu erning xizmatini yaxshi qilolmaydi ayolkan deb manda ayibleştin Allohdan qo'rqmas. Va sub ila rushdik. Bu shuni tepib olding gap. Sub degan qaytgan bo'ldi. Taba degan, ha? Matab deydi-ku. وشنو تبوال فلا تنقض امرا ابرمته o'zing puxta bekitib mustahkamlab bo'lgan bir ishni chuvatmagan. Abrama degan puxtalab bekitgan. To'xtam qismi abrama deymiz-ku, abrama ittifoqanda. Am abramu amran fa inna mubrimun. ولم يتم الا بعد ان نزل في قرآن من المدبر الحكيم. Bu ish faqatlama shu bütün dünyanın hikmeti bilan tasarruf qiluvchi bo'lgan zot tarafidan Qur'on Karim tushganligidan ondan tutganda bu to'y. Unda asan tutmagan. Yaqul Rasulul azim qawluhu hada. Mush ulug' payg'ambar mush so'zini da'vatida lekin va nafsuhu tafidu hananan wa atfan va ishtaqa. Lekin ko'ngilda Zeydga nisbatan kuyinish, mehr shafqat, mehribonlik tish urg'ib turayotgan holatda deydi. Lima kana sabaqa fi ilmillah. Nima uchun ko'ynab ish og'ritib unda mehr shafqat qilib deydi. Ay nasihat qiladi, ayolni qo'yib qo'ymadi. Lekin ko'ngilda bir xil ish og'ritish bor. Nima uchun? Chunki bu payg'ambar biluduki Alloh taolo keyin o'sha ayolni payg'ambarga ayttirdi. Shunga uni ishfaqam deydi. Chunki Alloh taolaning ilmida bu kutilib bo'lgan bir ish bo'lg'achqa min anna Zaydan yutalliqu Zaynab. Bu g'aybiy masala qanday? Zayd Zaynabni talaq qilib o'tdi. Thumma tatazawwaju an-nabiyya ba'dahu. Undan keyin bu Zaynab Rasulullohga tegdi. Buni Rasululloh bilgachga Zaydga yana bu ayoldan ayrilib ketib, bunda ish bo'ldi ekan deb chaqirgan holatda turib, ashundan nasihat qildi deydi. Ha? Alloh taolo vahiy qildimasmi? Demak, hozir Alloh taolo Rasululloh unda uqtirdi deydi. Tuğandan keyin u qo'yib tishga kelsa qo'yatan namuna menda ish bo'ldi diyemay yana. Ha, yo'qsan umring tutgan shunda tas bo'lgan to'yda bu. Bu yaxshi muomala bundan nasihat qildi. Lekin ko'ngildamda buniki munda ish bo'ldi deb bildim. Bilib, endi ta'kidlaydi.
ki şu Zeynep'in ilk birleştiren kim? Şu annesinin Resulullah'a haber bulmuş. Şu bilgeçke şuna aynen esas. واستمر الرسول متضرعا بينه وبين نفسه إلى الله. Sonra Resulullah üzüle Allah'ın oturduğu şunda yılıngan halette Allah üzülünür. Muktaylen ila rahmeti telpinir. Asa en yemhullahu ma asbat. Allah Teala aşık kütüretken aşnasın bir üzgertip qasiken diyen ümit bilen men şunda bir ig'ir ahvalda qolmasamken, munda tanglik qolmasamken der. Bundan da özünün balısının ayağını ağandak bir ahvalda Arap'ның adeti bilen. Allah Teala müşünü bir mende yengillesiken der. Allah Teala'ga iltica qilib berindi deydi. Fayuslihal hala beynel mar'i ve zawjihi. Şo'lan Allah Teala bu ishni yengillatib, Zayd bilan Zeynabning o'rtasidagi munosabatni yaxshilab qolgan bo'lsa, deb arzu qildi. Va yanquda amran sabaqan abramahu. Burun ayında tutayotgan ishni bekor qilib ekan. Istikmalan li asbab at-tashri'. Bu ishni Alloh taolo qanday tutayotgan qonun belgilashni mukammallashtirish uchun. Qonunni to'liq belgilash uchun bunda tutayotgan Alloh taolo. Mush ishni bir bekor qilayotgan bo'lsa, degan arzuda Alloh taologa erindi. Fadat nafsur Rasuli bin nushi li Zayd. Rasulullahning butun vujudi Zaydga nasihat qilish bilan urg'ib tashlaydi. Yana bir tarafdan va bid-daraati ilalloh. Yana bir tarafdan Alloh taologa yelinib ketdi. Amalan an yanqudallohu ma abram. Alloh taolo ashu kuchayotgan narsani bir bekor qilib o'tsa ekan degan umidda. Va an yamhuwa ma asbat. Kuchayotgan narsani o'chirsa ekan. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit va indahu ummul kitab. Tamam? Undan ekan musulmon da mahv qilayotgan bo'lsa deb shu umidda Alloh taologa yelindi. Walakin aballahu illa yutimma qada'u. Lekin Alloh taolo o'zining hukmini tamomlashdan boshqa unmaydi. Fa awhallahu ila rasulihi. Shunla Alloh taolo payg'ambarga bunda vahiy qildi. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Sen ko'nglingda Alloh taolo oshkorlaydigan narsani yo'shirsan dedi. Kishilardan qo'rqib o'tsa dedi. Halbuki sen qo'rqishing uchun Alloh taolo eng haqiqiy edi. Yani sen nimani yo'shirsan o'shada Zeynabning sening ayoling bo'ldiganligini kelajakda sen yo'shirsan. Yani Zeydga ha qo'yib bergan amuna bu mening ayolim bo'ldi. Qo'yib bermay chora yo'q sana deb menda demay Rasululloh. Yo'q amringni tutgan deb u gapni demay yo'shirdim demoqchi. Lekin ba'zi mufassirlar asas yo'q rivoyatlarni aklab va tuqfi fi nafsiga deganni sen Zeynabga amr qilib qo'yganligingni ko'nglingda yo'shirsan deb burun Rasululloh Zeynab olaman demagan. Keyin Zeydga appagandan keyin bir kuni unda Zeynabni ko'rib ko'zi chiroyli ko'rinib qolgan ekan ondan Alloh taolo Rasulullohga apirishim bu ishimda to'g'rilagan deb bunda rivoyatni akldi. Amaliyotda bu misol asassiz rivoyat. Wa kana an-nabiyyu yukhfi qada Allah. Rasululloh Alloh taolo bundan keyin munda ishni vujud chiqarganligini, hukm qilganligini yo'shig'andi. Asa an tanfa'a fihi shafa'atu. Balkim Alloh taologa mush Zayd haqida men tilib olsam, buni uy buzib ketmasin, bundash bo'lmasin deb tilib olsam, bir foyda so'rab qolsa ajab emas. Bu bekor qilinib ketsa ajab emas deb umid qilib, u bundan keyin bo'lgan ishlarni davjimigan. Yani yo'shirish degan shu bundaki manda oldi deb davjimida demakchi. Va yaxshan nasa an yudillu bisababi i'tiradihim ala amrin lam ya'lafu. Yana bir tarafdan bu kishilar o'zi odatlanmagan ishdan birini ko'rgan chaqda buniga norozilik bildirib ezib ketishidan ansiraydi. Ya'ni xalqlarning kafirlar ketishidan ansiraydi. Chunki buningga bu g'alati bir ish. O'zining tilini oldi degandek bir gap. Ashundan musta. Onun için bu qanday gapkan deb ondan buni e'tiroz bildirib, ondan norozi bo'lib, Alloh va Rasulining hukmiga norozi bo'lganligini bildi. Kafir bo'lib ketdi. Shunidan ansirab ketdi. Va tashri'un ma ta'awwadu. O'zi odatlanmagan bir qonunga e'tiroz bildiribdi. Walakin may yahdillahu fala mudilla lahu. Lekin Alloh taolo hidoyat boshlagan kishi bo'lib qolsa, uni har qanday ish bo'lib ketsa, uni ajranmaydi. Ve men yudlillah fema lehu min had. Allah Teala azduretken kişi olsa onunla hidayet kılgıç yoktur. Vallahu ahakku bil haşyeti ve riaya min sivahu. Allah Teala'nın başta karavanda korkuş ve şu
tarafini rioya qilish, ko'zda tutish edi, ko'z jihatdan eng haqiqdir. Lana ma'lufan nas va odatihim laysat aslan lit-tashri'. Chunki kishilarning odatlanib qolgan ishlari, ko'ngan ishlari, urf-odatlari qonunning bir asosi bo'lmaydi. Yani tashri' degan qonun belgilash. Va nabiyyu awwal man yahdimul aqaidal fasida. Payg'ambar buzuq aqidalarni birinchi bo'lib pachaqlaydigan kishi shu. Va yuqawwidul khurafatil saida. Hukmron bo'lib kelayotgan xurofotlarni yiqib qumurib tashlaydigan kishi shu dedi. Yuqawwid degan yiqib qumurib tashlaydi degan. Va yuqimu ba'daha sarhan min al-haqqi va manaran lish-shari'ati as-samha. Buzuq aqidalarni, xurofotlarni ko'rib tashlab, undan keyin haqdan bir bino tiklaydigan. Onda bunda afuchan kan qo'saq shariatga bir munofiqlaydigan kishi shudir dedi. Sarh degan egiz bino degan. Inqadat iddatu Zaynaba ba'da talaqiha min Zayd. Hamda Zayd radhiyallohu ta'ala anhu Zaynab radhiyallohu ta'ala anhani talaq qilibdi. Undan keyin Zaynabninki iddati to'shdi. Thumma hayya Allohu zawajaha min an-nabiyil karim. Amdan Alloh taala Zaynabninki Rasulullohga qo'lash ishini to'g'rildi. Va kana Zaynabu faqura. Zaynab o'ziga tamanno qo'ygan, faxrlanadigan, tatihu dalalan, akilab cho'ngchilik qiladigan. Dalal degan nima ham tuqmas? Akilaydi dedi. Ammo tatihu degan tatakabbar degan. Taha tawhan tatihu. Akilab cho'ngchilik qiladigan. Va tamtalu ajaban. O'ziga shunda tamanno qo'yib ketgan, men shunda isl sanam nasabim yuqiradi. Shunda bir oyatda fataqulu lisairi nisa'i nabiy sallallohu alayhi vasallam shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki boshqa barliq ayollardan lekin bu taqillanib innalloh tawalla tazwiji amma antunna fatawalla tazwijakunna awliyaukunna sizlarning hammaning to'y ishini sizning ota-onanglar ichaqalaringni qilib qo'ygan mening to'y ishimni Alloh taolo o'zi qilib qo'ygan deb faxrlanadi. Hazrat Aisha bilan anda deyishib qilib bu shunday ekan. Alloh da osmonda turib to'y ishini bitirib qo'ygan desa Hazrat Aisha qilib Alloh taolo mening farqimni osmondan tushirgan. Qarlanda emasmi Hazrat Aisha? Osmondan aqlida mana degan ekan Hazrat Aishadan yo'q. ولقد كانت هذه الحادثة أمرا خلق مألوف العرب. مش واقع لكن ده عربلارның عادتlangan köngen işini buzayotgan dedi. Xalqlarga yirtibdi, teshibdi demanda. وغير وجهة أحوالهم ومعتقداتهم. Demak, ularningki ahvolining qaysi tarafga yuzlanish masalasini o'zgartiribdi, e'tiqodlarini. Faqad idda'u lid-da'i ma lil-ibni min al-huquq. Çünkü ular ajaliyat nusda da'i degan bola qilingan, beqo'lingan bola dedi. Ay o'z kuchlidan bo'lgan o'g'liga qanday huquq bo'lsa, beqo'lgan bolaning shunda huquq bor deb turgan dedi. Masalan, mirosda, nasab masalasida va kazalda. Vaqt tasallata dalika al-i'tiqad ala nufusihim. Mushu e'tiqod ularning butun vujudini egallab olgan, hukmron bo'lib olgan tasallata. وراسخ في أذهانهم ularning kallasga o'rnab ketgan. Va asura alayhim an yakhla'u anhum rabaqatahu. Ularning mushu ag'amchini o'zlaridan yishib tashlash qiyin bo'lgan edi. Mushu qutlanmay qolgan. Ya'ni qutlishi ta'sir bo'lgan edi. Aw an yuzilu an afkarihim watatahu. Yoki o'zlarining o'y fikrlaridagi mushu odatning eg'ir besimini yo'qotish ta'sir bo'lgan edi. Wata degan besim egir besime degende. فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ بِآيَةٍ وَاضِحَةٍ وَحُجَّةٍ قَاطِعَةٍ. Şundan da muşu adetini özgertiş için Resulullah meyde kirip çıktı yaptırgan. Başka hiç kim münasip olmaz bunu. Resulullah'la münasip. Çünkü Resulullah en cüretlik, en cesaretlik zatıydı. Ama Hunayn gazetida Müslümanlar çekingen çağda Resulullah keçirdi turup, keçirini tefe düşman tarafga chaptirib bunda putini bo'lsa siz chapidigo düşman tarafga tizmansunda old tarafga tarafga emas old taraf tizmansunda putini mana devitib biqiniga urib putini siz chaptirib turib ana nabiyullah kelib ana ibn Abdul Muttalib va vaqirgan Hazrat Abbas
Abu Sufyan ham bor. Abu Sufyan ibn Harb emas, yana bir Rasulullohning tuqqani Abu Sufyan. Bular da'vo qilib, qana ashabi shajara kiroma, payg'ambar deb shu chog'da to'ldi. Hatto men payg'ambar degani xudodan dushman anglab qolsa buni shuni o'tirman deb keldigan bir ishdan nabiy, ya'ni men mushulning kaptanishiman, qo'mondoni deb quturib qo'yish. Ma tarafdan nurgun tarafdan bu Rasulullohning jur'at shajoatini ko'rsatgan bir ahvol. Bu jang maydoniga, lekin jang maydonidagi bu jur'at jasoratdan ma urf-odatni o'zgartirishga jur'at jasorat bu nechasi ish shu. Ma qiynashma. Yo jasorat qilib shu oldi mansa masalan jangdicha ya pan qilib bir o'xtigida ish tugaydi. Lekin ma nimada unda maslahat sizda bo'lib ketmaydi. Na qiyin ahvolda qoldigan, tanlik qoldigan ashna bir ig'ir masala. Shu mayalga jasorat ana nechasi. Shuna Rasululloh ona mayli kirib chiqdi. Mushu masalani mana o'zgartirgan kishi menaman deb aniq oyatni akeldi. Keskin farqini akilib, faqama bima qama bihi ma qiyam hadhihi al-ada. Yani mushu odat shunda turuqliq holatda, jamiyat bu holatda shu o'zgartirgan ishni bevas qo'ltiq o'zi qildi. Va tamakkuniha minan nas. Kishilarning qalbiga shunda o'rnab ketgan, jilditas ketgan bir odatdir bu. Shunda turuqliq o'zikda. Va man awla bizalika min rasul ash-shari'at al-hanifiyya. Mush hanifiyat samha sifatlangan mush shariatning payg'ambaridan boshqa bu ishga loyiqroq birisi bormi? Yo'qdi. Va huwa allazi nada bi hurmat al-jahiliyya. Jahiliyatga jazoning haromligini jakalgan zotni shu edi. Va avval riba wada'ahu riba ammihi al-Abbas. Dastlab qilib bekor qilib o'tgan amaldan qolgan jazoni kimning jazosini istdi? O'zining tag'isining jazosini bekor qildi. Tabda bi nafsik degan nima bo'yicha o'zi ijro qilib mangan. Hatta yaran nasu sani'ahu bi aqrabin nas ilayhi. Kishilar o'zining eng yaqin bo'lgan tag'isiga qanday muomala qilganligini ko'rsin uchun o'zining tag'isidan boshlagan. Fatanqati'a wasabisu shayton min sudurim. Kishilar bu ahvolni ko'rsa ko'ngildagi shaytonning vasvasalari asta yo'qolib ketadi. Wa laqad kanat qissatu Zaydin wa Zaynaba matharan li aqwalin va shubahatin jarrafat katiran minan nas. Mushu Zayd bilan Zaynab radhiyallohu anhaning voqealigi nurg'un gap so'zsizliklarga sabab bo'lgan edi. So'zsizlikning obyekti bo'lib qolgan edi. Mush so'zsizliklar qanday qildi? Nurg'un kishilarni yiqitib ketdi. Surib o'tib ketdi. Xuddi kalkun bir narsa yiqitib o'tib ketgandek. Aloqalayotgancha. Mimman zaga bihimul batil. Mushu batil ish ularni to'g'ri yo'ldan qayratgan kishilar dedi. Ular batilga ergishib ketgan kishilar shunda aloqalayib ketdi. Warana ala qulubihim halakud dalal. Azg'ullikning qarang'uligi qalblarini qoplab ketgan. Halak degan qattiq qarang'ulik. Shunda kishilar aloqalab ketdi. Fanasabu ila nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu ishtaha Zaynab ba'da zawajiha min Zayd. Mana ular bunda gap tarqatdi. Rasululloh bunda gapni chaplab qo'ydi. Zaynab Zayd ketgandan keyin Rasulullohning ko'ngli Zaynabni tasib qolgan. Va ma kan Muhammadun liyumakkina limuyulihi. U Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zining bunda ko'ngli bir narsa mayl bo'lib qolish, ko'ngli tasib qilishga yo'l qo'yilgan zot emasdi. Va yumahhada li hawahu bima yukhalifu amra rabbih. Parvardigorning buyrug'iga xilof keladigan holatda o'zining havoyalariga ishini to'g'rilaydigan zot emasdi. Tasama qadrur rasuli va ta'ala uluwan kabira. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qadr qimmati, martabasi bunda davjigan gaplardan nechasi ustun ham farqdir. Ama kana Zaynabu amamahu bikran tahta sam'ihi va basarihi va huwa fi sin al-40. Rasululloh 40 yoshlik chaqda Zaynab bint Jahsh radhiyallohu anha Rasulullohning ko'z oldida qiz holatda emasmidi. Zaman ihtimalul futuvvati va shabab, yigitlik, yoshlik davri qirollashidigan shunda eng mukammal vaqtida Zaynab bint Jahsh to'y qilmagan qizchaqdi. Rasululloh oldida bordi. Alayda shishada olalikdi. Afa ba'da 13 sanatin amda mush 13 yil o'tgandan keyin va ba'dan zalat anha nadratul bakara Zaynabdan qizlikqa xos husn jamol yo'qib ketgandan keyin va hada'at fihi tawratush shabab. Rasulullohdimi yoshlik hayajonlari sal pasib qolgan vaqtlarda yandur ilayha nadarat tashahhi Zaynabga ko'ngli xalq qilgan
şekilde qarab yuramda. Alam yakun lahu min shawagilid-din wal fiqh shagilun an umurin nisa, dinning muhim ishlari, mashg'ulotlari, jihadning mashg'ulotlari shunda jiq turuqliq ayollar ishlariga qarata uni mashg'ul qiladigan bir ish yo'qmi-da? Xuddan bir ish yo'q, bekor talab bunda bir odamdagidek ayollarning shu g'amida ko'ydolab qo'lishib yurib u ishni to'g'rilashga urinib yurgandagidek bunda tasavvur qilish bo'lmaydi demoqchi. Rasululloh bütün hayatını, Peygamberlik hayatının ikinci hayatında şerite işlese Medine'ye bağlanmayı kimse. Medine'de 10 yıl tuttu. 10 yıldaki kıygan yürüyüşleri, gazatları, leşker evetken, kuşun evetken, aş işlerini jürüp ekerse Resulullah her bir aşkaydı bir kuşun cabdık yolu sağa. Yani neçe ayda özü gazat kışkan. Muşundalık ötken, aramçılık yok. Bunda söz Allah'a bunda kanalıyla jürem teyirmiş. وهو ابن السادة الكرام الموصوفين muhimda sıfatlangan isil hocalarınki perzent tutusa böyle. Kavmun iza harabu shaddu maazirahum. Bular şunda bir kavmki urushib qalsa, urushga qatnashib qalsa, kemerlerini çin taqaydi. Yani bazı balvaqlarni, tambilning bo'g'chini çin chigdi degan. Bu nima kinaya? Dunan nisa, ana ayollarga yaqin kelib qolmay, ner surish uchun ishni chin chigidganlar edi. Walau batat bi athari. Ash ayollari ezdalatdan yaqin kelmaydigan, pak holatda yatgan bo'lsa-mu, bular jang botirlari bo'lg'achqa, urush qatnashgan chog'larda bu ayollarga yaqin kelib qolmaydi. Demak, Rasululloh hayotida shunda mujohada, jihad bilan o'tgan bir zot, Alloh taolaning dinini yetkazish bilan mashg'ul bo'lgan zot. Bunda halat tutursa, atı boğulurdun mu şunda sıfatlanganlı cık tutursa, Resulullah aşına kılamta mümkün emez. Vahvan Nebiyyül Kerim. Bunun ısırı bu Resulullah isil peygamber bu. Adetli bir adam emez. Nehahu Rabbuhu en yemudda ayneyhi ila ma metta'allahu bihin nase min zahratul hayatid dünya. Allah Teala bu peygamberine başka insanlığa, kafirlığa, dünya edemlerine beğen, dünyanın nazı nimet, öy, mal mülk, perzent, dünyanın zıvıznetlerine da qarab sanmaslık için Allah Teala toskan tosa qarab jürmegen. Yani qarab jürüş denge bunda şu narsaga qiziqib qilib, yarab qilib, bunda ko'z tikkandek bunda qarama demekçen. Yani Resulullah onda qarab qolmaydi. Lekin nahiyni meni bildirdi. Biz atasirdi qında qilgan shunga o'xshash ayarni. Qarab qolma deganda istamir. Mushaatni davomlash deganni bildirdi. Xuddi ya ayyuhallazina amanu aminu billahi va rasulihi dulg'a. Mushaatında iymanda bunda izchil turinglar degandek. Yani shunda qaramay izchil tur deganni bildirdi. Yoki ummating endi qaramson, sen qaramaysan degan. Bu payg'ambar bu olatga bir kishi emas. Yak ma'qul deydi. Bal narja degan yak ma'qul biz odatga shu arab odamlardan birisining sap biramda bulg'anmagan sap bir arab kishisining tabiati qarab baqayli. Payg'ambar bu mumkin emas bunday. Odatga bir tabiat sog'lom bo'lgan bir arabning qarab baqayli. Ishiga qanday ekan? Allazi lam ta'simhum nubuwwa. Buning payg'ambarlikmi unda uni ma'sum qilib va lam tuzayyinhu rajahatul aql. Uni aqlning o'tkinligi zinnatlab ketmagan. Va sumumul ma'rifa, o'qimishliq unda bir ma'rifatga erishib unda ustun bo'lib ketmagan. Va sidqul azima, ya'ni o'zining shu irodasining rastchilligi, savrchanligi zinnatlab ketmagan. Normal bir arabga qarab baqayli deydi. Fanarahu yaghuddu tarf. Normal tabiat sog'lom bir arab bo'lsa-mu, bu odatda namahram ayol unda qarab jumlaydi. فهذا عنترة الجاهلي من عنترة شداد جاهلية كبر عنده يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها منا خوشنم أيال خوشنا أيال كرنب قاسا كزمنو جموالمان ليدم kaçan ta ki bu ayalını uy makanı öz içine elip yürüyünce kadar. Biraz muşa adetli bir Arap'ın ahlakı maviyette değil. Bunda olan iken Peygamber kanda olmakçı. Bel huvallazi yekullahu fihi ve inneke la ala hulukun azim. Ya bu Peygamber'in ahlakı kandası Allah Teala bu vakta sen hakikaten katta ahlak iyisin dep Allah Teala guvalık vergen zat oldu. Muşu akalık ama muş Kur'an-ı Kerim'de mana
Surat Ahzab'da وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Bak şu Abdullah ibn Jahsh ile Zeynep bint Jahsh'ning masalasida nozil bo'ldi. Alloh taolo to'y bo'ladi desa, unda hukm qilsa, Rasuli buni yetkazsa, u mu'min bo'lgan Abdullah va mu'mina bo'lgan Zeynep buni yo'q unda qilmaydi, bunda qildik, men buni qabul qilmaydim deb turishi mumkin emas. Qabul qilish kerak buni. Bo'lmasa ezkirdo ashura qilgan gap. Wa iz taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi va an'amta alayhi. Mana shu chaqni asligingki Allah Taala uningga in'am qilgan va sammo uningga in'am qilgan kishiga kim? Zayd ibn Haritha. Allah Taala uning qanday in'am qilgan? Bil hidayat val islam. Ani sammo uningga ozod qilish orqali uningga in'am qilgan. Shuningga degan vaqtingni asligin. Amsik alayka zawjak. Sa ayolingni amrini tutdin. Zawj degan er va ayolga ishlatilgan so'z. Jufti degan bo'ldi. Vattaqillah. Allohdan qo'rqin. Uni unda ajuqirdi ba'zi bir ishlarla aytlab unda nima qilishma qo'yib qolma demoqchi. Va tukhfi fi nafsika ma Alloh mubdi. Shu chaqda sen Alloh taolo kim oshkorlaydigan narsani ko'nglingda yushigandan. Ya'ni Alloh taolo kim bu Zeynepni sana nikohlab apirdiganligini sen dejjumagandan o'shadi, yushigandan. Va tashshan nasa Allohu haqqan tashsha. Sen kishilardan qo'rqib munda qilding. Chunki bu kishilar qabul qilinmaydigan bir ahvolda. Bu beklam ko'nib ketgan, odatlanib ketgan bir ishda. Vallohu haqqan tashsha. Albuki sen qo'rqishing uchun Alloh taolo eng aqtiq edi. Falamma qada Zaydun minha wa taran. Zayd Zeynepni elib, keyin uningdan o'zining hojatini qondirib bo'lgandan keyin, hojat qondidan o'ttirga munosabat yomonlashdi. Xalmaydigan bo'lgandan keyin zavvajnakaha. Sana Zeynepni appadı. Zavvajnakaha. Allah Taala asmandan nikahını qilib etgan. Şuna Rasulullah Zeydni uyatdi. Elchi qilib. Ya'ni shuni saldirish uchun Zeydni uyatdi. Zeyd berib Zeynepga men shu chaqda bir xil nima kelib qoldim, bir xil kayfiyat tikilibmi qarayanmadim deb. Elchilikka bog'liq. Tikilibmi qaramay Rasulullah sizning gapingizni qildi. Ya'ni sizning gapingizni qildi degani bu arabning odatida yani sizni ammoqchi to'y taklif berdi degan. Degan ekan Zeynep men istixora qilib andin deyman. Darhol bunda pul ketmaydi. Anda degandan keyin andin Alloh taolo zavvajnaka deganiga Rasulullah kim berib u ishni chekib kelsam bulamdi dejma chiriragan. Bizning ayoli shekil. Uningga unda to'yliq ya velidan ruxsat so'rash ya ijab ol qabul degan gap bo'lmas yo'q. Alloh taolo shu nikohni zavvajnaka deb bitirayotgan dedi. Likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaj ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Mana mushu haqalik mushundan ko'zgan ishlama. Kishilar ashunda o'zining bolalari emas, lekin beqilgan bolasi. Beqilgan bolalari bir xotinni elab, uni bilan bilib, keyin taloq qilibsa, uni o beqilgan dadisi o ayolni ololmaydi deb olmaydigan holatda bo'lib ketgan. Ve kishilar siqilib qolmay, elivasin uchun mushu xurafiy odatni pachaqlab tashlab, mushunda belgilimi qildi o'qiydi. Ve kana amrullahi maf'ula. Mana Alloh taolo shunda tutgan ish deb bo'lmay shar yo'q. Bo'ldi zodi. Ma kana ala nabiy min harajin fima faradallohu la. Alloh taolo farz qilgan shu ekan. Kimman olima buni talab qilib da'vat bo'ldi aslida. Chunki Alloh taolo farz qilgan ekan, bu siqilib qilishi kerak emas dedi. Siqilib qolmay da'vat bo'ldi. Lekin Rasululloh shunda ta'tin qildi. Sunnatullohi fil ladina khalaw min qabl. Bu boshqalardimi unda bo'lgan qonuniyat va kana amrullohi qadaran maqdura. Sana ma ayna ahdan alladina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Ve şu Allah Teala'nın dininin ahkamlarının birisi şunamın bu. Bo'lgan ekan buni yetkazishda kishilar munda deb qilamu deb qo'rqib o'taz bo'lmaydi. Qilib Allohdan qo'rqib kishilardan qo'rqmaslik kerak. Hisobni Alloh taolo oladi. Ma kan Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasululloh va khataman nabiyyin. Mana haqiqat nima?
Sizlar yolg'on dadisi bolasi qilib olgan bilan amaliyotda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarning o Zaydning dadisi emas, Zayd ibn Muhammad deb atib olgan bilan dadisi emas. Shu Qur'onga ud'uhum li abaihim wa aqsatuhum indalloh rizqo. Bizning dadisini mansub chaqiringlar deb qo'ygan bo'ldi. Endi haqiqat nima? Sizlarning ishinglarga odamlardan birisining dadisi emas Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Lekin Rasululloh, lekin kim? Bu Allohning payg'ambari bu. Dinni, o'sha shariat qonunlarini bekitib turadigan, yetkazib turadigan payg'ambardan iborat. Hatto payg'ambarlarning tuganchisi. Va kanallohu bi kulli shay'in alima. Mushayatlarda Zayd bilan Zaynabning va Rasulullohning to'y ishlarini tafsili bayon qilib, bundan maqsadni shunda aniq qo'ymish, odatni bekor qilib o'tish. Haqiqiy munosabatni yaqinlab minish kerak. Qur'on Karimning yana bir nimasida suratini saqo to'y qilish harom qilingan ayollarni sanagan chaqda hurmat alaykum ummahatukum ya mayatda va halailu abnaikum alladina min aslabikum. Min aslabikum degan mushu ibora ashuni ta'kidlab qo'yish uchun. Sizlarning o'zinglarning pushtidan bo'lgan o'z o'g'linglarning ayollarini kim talaq desa, o'lib ketib qolsa, eri sizga harom qilindi. Lekin min aslabikum bo'lmagan boshqalarning bolalarini beqib olgan bo'lsanglar, bu harom emas senga. Bu hammasi nima? Shu Allohning shariatini aniq bekitib, burungi odatlarning nisbatan hammani qutqizib o'tish. Shundan iboratdir. Mush ishqa, mush ig'ir vazifaga Alloh taolo eng munosib zot bo'lgan, eng jur'atli, mushu haqni qo'g'ma yetkazgan mushu zotni tanlagan. Undan boshqa rasullardan boshqa birisi bu odatni pachaqlab tashlashga bo'lmaydi. Sallallohu alayhi vasallam. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.